Tönögün sen bara yeri yok kichik aslan bilan yaxshi o'tgan chig'ingda qilgan ishing meni so'yindirdi küçük. Biz hammamiz ilohiy qudratning qo'li oldidagi ojizlardirmiz. Allohga bizga rahim qilish uchun duo qilamiz-yu. Biz nima deb ojizlarga rahim qilmaydi ekanmiz? Aha, qarg'ina, mana bundoq mo'ngizlar bilan mustabidlik qilib, kuchi bilan cho'ngchilik qilish yana bir zo'r havolliq. Nertur, hey zolim, nim bo'ldi sana? Tushundim. Sen zolim hukmron Habashistonlik Abrahaning oqibatining qandoq bo'ladiganligini bilmoqchi ekansan-da. O insonlarni muborak gapidan qaytarmoqchi bo'lib, Yamanda cho'ng bir ibodatxona sopdi. Uninga faqat yo'ldan o'tib ketayotgan bir odamni kiribdi. U odam bu joyga qandoq o'y bilan bo'lmasin, hojat qilib qo'yibdi. Abraha darg'azab bo'lib Ka'bani yiqitish uchun cho'ng bir qo'shin tayyorlabdi. Biz hikoyasini aytayotgan heliq yaxshi pil bu qo'shinning oldida mengibdi. Xalitish, ular nimishqa bizga bak ko'p yemaklik berdi. Mashqdan burun davomliqmi shundoq bo'ladi? Qaysi mashq? Ko'ring bo'lmasin. Tilga og'uchligi yo'q. Ular bizdan tez mengishni, oldimizga uchirganligi chidirlarni buzishimizni talab qildi. Men buningdan toza xotirjam bo'lmayapman. Buyruqqa itoat qilishing kerak. Ochliq azobini chekkaningni unutib qoldingmi ya? Men uni eslatma. Men o'rmonlikdagi chig'imdimi och qolatdim. Lekin erkin edim. O'rmonlikdagi go'zal chaqlar oxirlashdi. Hech narsa oxirlashgani yo'q. Men qechishning amalini topsamlar, hamon bir kuni o'rmonlikqa qechib ketaman. Makkaga boradigan yo'l bak uzoq oliylari. Balkim yo'l bo'yida Ka'bani qo'daydigan nurg'ulg'an qabilalar oldimizni to'sishi mumkin. Arab qabilalari bilan karim yo'q. Muhimi Ka'bani butunlay vayron qilishimiz kerak. Navada Ka'bani temir zanjirlar bilan bog'lab, pachaqlangan Ka'bani kishilarning ko'z oldida pillarga so'rtib ep mansaq, ularning shavkitini sundirishga yetmasmi? Qaltis fikir. Pillani shundoq mashq qilsanglar amisa. Bu mashq maydoni, sening vazifang ketib yetib oldinga uchirganligi hamma narsani pachaqlab tashlash. Ondaqda boshlaydi. Cho'ng pilni to'xtatinglar. Abraha tex kammidi? To'xta. Biz ularning qo'mondonining oldida mashq qilamiz. Ularning qo'mondoni tex kammigan bo'lsa, meni nimishqa uyg'otib, uyimdan chiqadi amisa. Menga o'xshash xortumingni ko'tirib, putungni aytgin. Bu amoqatlarcha harakatini nimishqa takrorlayveramiz. Ha? Nimishqa? Kechki tomoqqa erishish uchun. Ma'qul, men qilay. Mashq boshlansin. Mashq boshlansin. Men bu cho'mpilning harakatini yoqtirib qoldim. U chidirlarni, xuddi quruq daraxshoqlarni ilayotgandek qilyotdi. Yaxshi. Endi zanjir mashqi boshlansin. Oliylari, men Ka'badan cho'ngroq qilib, toshdan bir uy yasadim. Pilla mush uyni pachaqlay olsa, ularga Ka'bani pachaqlash hech qancha ish emas. Men uni ko'rib baqay. Qani minglar, nima ish qilmaydi? Uni qamchi bilan uringlar. Tez bo'linglar. Meni hech kim qamchi bilan urmasin. Mushimi yetib oshidi. Sizlarga hozirlik ko'z tutib qo'yman. Qaltis. Bu mening o'ylaganimdan katta ish bo'pti. Sen haqiqatan botur ham kuchli ekansan. Sen bek pakar vijikkansan. Men bu pilni pilla topiga avangard qo'shinga bayroqdor qilib tayinladim.
nima ishlar yuz berayotganligini tasavvur qilolmayapman. Men bu chidirlar ichidagi kishilarni desaydi ekanman. Mashq bundoq bo'lmagan edi. Mahib, bizni vazifamizda ado qilib tomoq yegili qo'ygan. Chidirlarda panohlanib yotgan bu bolalar, ayollar va qiylarning gunohi nima? Menga o'xshash. Ko'zingni mana bundoq shumib hujum qilgan. Zeynepar bilan qiladigan jang bizning kutganimizdan qolay bo'ladigan bo'ldi. Oliylari, men Nufayl ibn Habibining chavandozlari bilan ko'proq to'qinishib qolamizmikin deyman. Men uni do'sti Zeynepar bilan birga eng oxirida asir olaman. Ana, Iroqda arablarning chidirlari ko'rinishga boshladi. Qara. Tezroq hujumga o'tishga buyruq ber. Qarag'ana. Bu ilgirkidimi cho'ng qabil ekan. Balalar va qiyri cho'rlarga to'lgan necha o'nlagan chidirlar bor ekan. Qanday qilamiz? O'shani tap Mahib. O'shani tap. Ko'zingni yumib buyruqni ijro qil. Ular Nufayl ibn Harisni asir ilyapti. Biz toki o'lganga qadar zaminimizni va kabimizni qo'g'dishimiz kerak. Makkaning aqsaqili Abdulmutallib ibn Manaqdan so'rayli. Payg'ambar alayhissalomning cho'ng dodisi Makkaning oqsoqili ularga Abraha bizning kuchimiz yetmaydigan qo'shin boshlab keldi. Aql arablarning qinini saqlab, yaxshilarning jonlarini qutuldirishimizni talab qilyotdi debdi. Lekin Quraysh aqsaqili bu bizning kelgan ojizlik hisoblanamdi. Biz nimishqa Ka'bani qo'g'damaymiz. Abdulmutallib bu Allohning hurmatli uyi. Uning do'sti Ibrohim alayhissalomning uyi. Alloh uni qo'g'disa, o'zining uyi va harimini qo'g'daydi. Agar uni qo'g'dimasa, qasam qilamanki, bizning uni qo'g'dug'idek kuchimiz yo'q debdi. To'g'ri deysan aqsaqal. Mana bu oqilonalik. Biz bola-chaqalarimizni obdan saqlab, Makkani bo'shatishga tayyorlik qilaylik. Makkaning tog'lari ana cho'ngpil bu jangdagi eng muhim vazifasini o'tashga tayyorlansin. Qarasizlar oliylari, to'g va qo'ylar Makkaning chetida o'zlari yolg'iz yaylab ketdi. Shundoq. Ular xotirjamlik his qilib, to'gilarni boqquchsiz holda o'zlarining yaylishiga tashlab qo'yibdi. Biz lashkarlarga yetarli ziyofat berish uchun bu to'glarga muhtoj oliylari. Bu to'gilarni atsardi kapini vayron qilish sharafiga ziyofat berganda bo'g'izlaylik. Hozir lashkarlarni orduq og'ili qo'ygan. Cho'ngpil yemakligini yaxshiroq yesin. Ha? U bizni kechki tomoq yeyishga buyurayotgandek qiladi. Dada bu men. Meni tanımayapsınız? Ko'zimdan yo'qol, notanish hayvon. Siz menga ochiqlanyapsiz dada. Shundoq emasmi? Men qarshilik qilamadim. Ochliq bakli qattiq va azobli ekan. Kashki men o'lib, tilla qabristonligiga ketgan bo'lsam, orom topar edim. Unda qiluvchi bo'lma. U degan faqat sharafli pillaning joyi. Sen hargiz o'rmonlikqa bora olmaysan. O'zing bilmaydigan zaminda qul bo'lib o'tsan. Unda qilmang dada. Dada, qanisiz? Dada. Mahib. Nima bo'ldi? Ha? Hammamizni cho'chitib Men dadamni ko'rdim. U mushiyat edi. U allaqurun o'lgan to'sa. Uni qandoq ko'rding Mahim? U o'lib ketgan. Kashki men uning bilan o'limni kutgan bo'lsam-chi. Og'rib qoldingmi Mahib? Ichimda o'zimni tushunmaydigan tuyg'u paydo bo'lyapti. Rastilla o'lib ketsam-chi. Abraha oliylari, Makka oqsoqoli Abdulmutallib sizlar bilan ko'rishsam deydi. U qo'shin boshlab kelibdimi, ha? Yo'q oliylari. Uning bilan chavandozlar tugul, hatto uni qo'daydigan qullarmi yo'q ekan. G'alati ish. Darhol uni kirgizib at. Qani marhamat Abdulmutallib hazratlari.
Padişah alileri Abrahasilini chidirdi saqlavatıdı. Makka oqsoqoli Abdulmutallib Habashiston podshohining valisi Abrahaga salom debdi. Xush kelibsan. Qani o'ltir. Nima deb kelding? Ha? Abdulmutallib o'zlaridan lashkarlari mendan elib olgan 200 tugini qaytirib beramdikin deb iltimos qilib kelishim debdi. Men seni dastlab ko'rgan chig'imda chiroyingdan salobat va hayvat chiqib turadi. Men bu gapni qilgan chig'ingda sendan yergandim. Sen o'zingning va ajdodlaringning diniy simvoli bo'lgan uy bilan koring yo'q. Men elib olgan 200 tugining gapini qilyapsan. Abdulmutallib men tugining egisi, Kabining qo'daydigan egisi bor debdi. U uni hargiz qo'g'diyolmaydi. Abdulmutallib qo'lingdan kelganini qil debdi. Onunğa biz tünügün elib olgan tugilarni qaytirib beringlar. Uchrashish oxirlashdi Makkaning oqsoqoli. Olilar, men toza xotirjam bo'lolmayapman. Nima demaksan? Ki oqsoqoli Abdulmuttalib xuddi biz bilmaydigan bir ishlarni biladigandek, tamkin va ishonch bilan so'zlayotdi. Shun xotirjam bo'lolmayapman. U o'zini tamkin ko'rsatishga urinyapti xolos. Biz tayyorlanib bo'ldik, qo'mondan janoblari. Hammaylar tumshuqlarni o'tga tiqib, har bir qush sijilidir, bir daldan tash ason. Kechirsizlar, qo'mondan janoblari. Sijilning teshi vayron qilishi kuchli. Balkim u tushgan joyni butunlay kulga aylantirib etishi mumkin. Va balkim yer sharini butunlay vayron qilib etishi mumkin. Ay, sirma, hay, qo'sh. Sijil teshi faqat kofirlarga tegishga buyurilgan. Atrofdagi kishilarga ziyon yetkazmaydi. Hujumni qachon boshlaymiz, janoblari? Men bilmayman. Faqat harakatlanishga farmon tushdi. Hujum qilish buyrug'i kelgan chaqda men sizlarga birdek ishorat qilaman. Dal mush paytda Pelning oldida bir farishta paydo bo'ldi. Pel qo'qqinidan titrab ketibdi. Farishta uning ko'nglini tindirib, uni midirlamay turishga buyuribdi. Qani Pel, harakatga o't. Bu Pel nemishqa midirlamaydi? Onu qamchilanglar! Qamchilanglar! Dumbanga har qaytib qamchi tushgan chaqda erkinlik tuyg'um ish beryapti. Go'yoki men o'rmonlikqa qaytayotgandek. Uni nayzi qilsan jo'lar, u o'rnidan turish kerak. Mana bu siz menga degan tanlash vaqti dada. Men sharafni tanlayman. Mendan rozimisiz dada? Mendan rozimisiz? Mendan rozimisiz dada? Nimanda qo'rqinchli va himli qushlar bu? Bu Abdulmutallib degan, ammo men tushunmagan. Kalbini qo'g'daydigan egisi bor degan ish. Cho'chib ketgan Pellar lashkarlarni dassabotidir. Bulunglar! Tez qochaylik! Tez bulunglar! Tezroq! Men o'rnimdan tursam bo'lmaydi. Chunki menga bog'langan zanjirlar Allohning hurmatli uyiga chetilgan. Harakatlanib Allohning uyiga yomonlik yetkazib qo'yishdan ansirayman. Shu o'rnimdan tursam bo'lmaydi. Ot! Ot! Atrofimizni o't kuyayotdi. Tekshirgan bo'ldik. Tekshirgan bo'ldik. Tekshirgan bo'ldik. Qizlar. Allohning uyi vayron bo'lmasila bo'ldi. Parvardigoringning Pel egilarini qandoq qilganligini ko'rmadingmi? U ularning hiyla mekrini barbod qilmadimi? U ularning ustiga top-top qushlarni avatdi. Qushlar ularga sapol toshlarni etib, ularni choyni vitilgan samondaq qilivatdi.
Şunun bilan Abraha qo'shinining izimi qolmay, choyni vitilgan samondek bo'lib ketibdi. Ya'ni kuchli qo'shin hayvonotlar chaynab, dassab, ondan qoldiqlarini quyosh quritib, shamolda uchib ketgan samonga o'xshaydigan bir narsaga aylanib qopdi. Abraha bo'lsa, o'zi ishlatgan pelg'i nisbatan berilgan holda tarix betiga putilibdi. Eliq pelmo uni ilib kelgan kofirlar ishorat qilinadigan alomatga aylanibdi. Makkaliklar uylarga xotirjam holda qaytishib, Ka'baning hech kim chiqilmagan, asli peti turganligini ko'ribdi. Ular bu yilni pel yili deb atishibdi. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam dal mush pel yili tug'ilgan ekan. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض إننا نتعلم من كل ده على فكرة إن العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها.